Hayotning unutilmas lahzalarini yanada yaqinroq qilish vaqti keldi. Eng sara tilaklar, eng go'zal so'zlar va unutilmas tabriklar Chehroza Tohirovna bilan. Assalomu alaykum. Yuzida tabassum, qalbida mehr yashagan aziz qadrdonlarim. Muborak Ramazon oyining fayzli va barokatli onlarida sizlarni chin qalbdan qutlayman. Ilohim tutgan ro'zalaringizni, qilgan ibodatlaringizni va tilagan barcha ezgu duolaringizni Allohim ijobat qilsin. Bugungi kuningiz ham qalbingizga taskin, xonadoningizga quvonch, hayotingizga nur olib kiradigan eng chiroyli va unutilmas kunlardan biri bo'lsin. Sizlarga eng ezgu, eng samimiy tilaklarni yo'llab, efirda siz bilan birgalikda boshlovchingiz Chehroza Tohirovna. Tinglayotganingiz esa mehr va quvonch ulashuvchi tabriklar loyihasi. Bugun ham loyihamizga kelgan navbatdagi go'zal va samimiy dil izhorlarini o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Biz bilan qoling va mehrga boy lahzalarni birga baham ko'raylik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ra'noxon onani raqamlariga bog'landikmi, manzilda adashmadikmi? Yo'q, to'g'ri. Onajon salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ayni damda siz bilan tabriklar loyihasi orqali bog'lanib turibmiz. Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q. Rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor kirib kelgan muborak Ramazon oylari bilan sizni tabriklab qolamiz. Shuningdek, bugungi sananing go'zal malikasi, qirolichasi ekansiz. Shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin onajon. Rahmat. Bunday chiroyli, go'zal yoshlarni juda ko'plarini ko'rib, hamisha farzandlaringiz ardog'ida dunyodagi eng baxtli onajonlar qatorida bo'lib yuring. Rahmat. Qadrlisiz, bugun bizning loyihamizga onajonimni juda ham yaxshi ko'raman deya bir mehribon farzandingiz murojaat qilganlar. Onajon, kimlardan kutyapsiz? Ya'ni qaysi farzandlaringizdan kutmoqdasiz? Qizim va o'g'illarim va Aha. kelinlarim. Albatta onajon, aslida bugun barcha farzandlaringizdan shunday chiroyli tabriknomalar eshitishga loyiqsiz. Bizning loyihamizga mehribon qizingiz, jannat gulingiz Manzuraxon opamiz murojaat qilganlar. Onajonimni dunyolar qadar yaxshi ko'raman, baxtimga hamisha sog' va salomat bo'lsinlar deya o'zlarining chiroyli tabriknomalarini yozib qoldirganlar. Ushbu tabrikka nabiralaringiz Gulnozaxon, Shohjahon, Imonaxon, kuyovingiz Shuhrat aka ham qo'shilib qolganlar. Rahmat. Ijozat bersangiz, ushbu chiroyli tabriknomani mehribonlaringiz nomlaridan yetkazib qo'ysam. Mayli. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Qalbim gavhari, bu dunyoda borligim sababkori. Farzandlarini baxti, kelajagi uchun o'z yoshligini qurbon qilgan mehribonim, jannat yuzligim, otajonimdan qolgan yodgorim onajonim. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz, qarshi olgan muborak yoshingiz bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Onajonim, baxtimizga doimo sog' va salomat bo'ling. Chiroyli, nurli yuzlaringizga dard va hasratlar aslo soya solmasin. Kelajakda nabiralaringiz to'ylarida ham bosh bo'lib, go'zal duolaringiz ila xonadonimizning piru davlati bo'lib yuring. Tabarruk muborak yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Mehribonim, jannat yuzligim onajonim, bolalik qilib, yoshlik qilib, bilib bilmasdan qalbingizga ozor bergan bo'lsam, bolalikdagi xatolarimni kechiring. Mana bugun ulg'aydim onajon. Ona bo'lib, sizning qadringizga yetdim. Baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'ling. Alloh yo'lida qilayotgan xayrli ibodatlaringiz mukofoti inshaalloh go'zal Makka yu Madina tomon bo'lsin. Sizni qayta va qayta Allohim baytlariga olib borishlikni Robbim biz farzandlaringizga nasib qilsin. Dadajonimni joylari esa jannat gulshanlari bo'lsin. Mehribonim, qadrligim, nur yuzligim onajonim. Bu hayotda biz sizlardek ota-onaning farzandi ekanligimizdan juda ham faxrlanamiz. Agar yana qayta dunyoga kelib, yana tanlash imkoniyati bo'lganida biz faqatgina sizning farzandingiz bo'lishni xohlardik. Qadrligim onajonim, boringizga shukr. Baxtimizga doimo sog' va salomat bo'ling. Chiroyli, nurli yuzlaringizga dard va hasratlar aslo soya solmasin. Boringizga shukr volidam. Yana bir bor bugungi shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin.
Duoda siz doim erta kech. G'ubori yo'q dilimsiz ona. Qiyosingiz topolmayman hech, eng chiroyli gulimsiz onam. Atir gulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q, mehringizdek davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz onam. E'zozligim, jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim. Boyligim siz beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz onam. Yuzingizda ziyolar jamdir, sal ko'rmasam ko'zlarim namdir. Sizga 1000 yil xizmatim kamdir, eng chiroyli gulimsiz onam deya mana shunday mehrli, go'zal tabriknomani mehribonlaringiz yakunlaganlar. Agarda sizning ham farzandlar uchun atalgan qalb so'zlaringiz, mehrli duolaringiz bo'lsa, marhamat loyihamiz orqali yetkazib qo'yishingiz mumkin. Birozdan so'ng ijtimoiy tarmoqlar orqali albatta barcha farzandlaringiz eshitadilar onajon. Rahmat, sog' bo'lsin. Kuyov bilan qo'shaqar bog'larning baxtini ko'rsin. Uzoq umr tilayman, sog'lik tilayman. Baxtimizga sog'-omon bo'lsin. Ilohim. Go'zal Ramazon oylari bularga muborak bo'lsin. Kutmagan edim. Amin onajon, ilohim. Doimo mana shunday farzandlaringizni eng sevimli, eng ardoqli insoni bo'lib yuring onajon. Bizga vaqt ajratganingiz uchun, samimiy suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bugungi shukronalik ayyomlarni chiroyli kayfiyatda nishonlashlik nasib qilsin. Allohga omonatsiz onajon, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, ishlaringizga omad, sog'lik tilayman. Rahmat. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Rahmat, barchamizga barobar bo'lsin. Rahmat onajon, salomat bo'ling. Onamsiz o'tsa bir on, yozim bo'lar qahraton. Yaratganim berimkon, onamni saqla omon. Davosiz dard bo'lmayin, gullamasdan so'lmayin. Tirik bo'lib o'lmayin, onamni saqla omon. Shahdim mening shiddatim, yerda topgan jannatim. Jonimdan ham qimmatim, bu ko'nglim qilmas sarson. Onamni saqla omon. Onajon farishtam, men uchun yarim jonin bergan. Onajon sarishtam, dard bersa Alloh kulib yengan. Onajon gul yuzim, jonidan jon uzib bergan. Duogu shirin so'zim, aziz onam, onajonim. Onamsiz bog'imdagi xushbo'y ochgan gulimsiz, bu umrimni yoritgan jannatim ah nurimsiz. To'kmasin yosh ko'zingiz, boldan shirin so'zingiz. Men uchun duo so'rab, ibodatda jismingiz. Onajon farishtam, men uchun yarim jonin bergan. Onajon sarishtam, dard bersa Alloh kulib yengan. Onajon gul yuzim, jonidan jon uzib bergan. Duogu shirin so'zim, aziz onam, onajonim.
Onam menin onajonim.